Farqi yo'q-da u insonga. U qayerda u, qanaqa joyda u, nima qilyapti u, umuman interesno bo'ladi. Ahd qiladimi? Bo'ldi deydi, men boraman deydi. Va ular yo'lda ekanlar. Men uxlab yotgandim. Ular telefon qilganlarida uyg'onib ketdim. Biz gaplashdik ular bilan. Va ularga tushuntirdim, что nima bo'ladi, operatsiya qanaqa bo'ladi, bu qanaqa bo'ladi. Operatsiya qizlar oddiy misolda siz atelemotga borib, mana kiyim keng kelib qoldi menga, misol uchun. Men buni borib o'zimga moslamoqchiman. U meni razmerimni oladi va buni keyin menga moslab tikib beradi. Lekin bu cho'zilmaydi degani emas, bu chunki cho'zilishga moyilligi bor. Hozir oddiy mana shu cho'zganim o'ziga qarang, bu bilan buni farq qilib qoldi. Cho'zilib ketadi. Bizning organizmimiz 37 gradus temperaturada yashaymiz, to'g'rimi? Где-то примерно 36 bilan 37 ning o'rtasi. Значит, 37 temperatura deb olsak, chunki biz mishchani harakat qilamiz va mushaklarda gradus ko'tariladi.